Xullas bozorlarning ichida oshxonalar unaqa mashhur bo'lmaydi. Faqat bozor deyiladi. Pay oshga keldik. Mana shu ukam Jamol akani pay oshlar. Jamol akani pay oshlarga keldik. Alayskida rasa maqtadi. Hozir mazasini ko'ramiz. Ko'ramizmi? Ha. Lekin bir 30 yil bo'lganda deysizmi ochilganiga? Men 30 yildan bir taniyman, balki mendan oldin ham 30 yil ishlagandim. Hozir bilamiz, mazasini ko'ringlar. Bu pay ekan. Payni alohida olib, qani Shohiddinda yordamlashib oling. Pay oshimizga keldi. Ko'rasizlar, polnustlari pay. Tegi g'irt o'zimizni choyxona to'y oshi, qaranglar. Qaziqartalar. G'irt o'zimizni to'y oshi ekan tegi. Qarang. Birinchi o'zini yeb ko'ramiz, to'g'rimi? Mana. O'zimiz mazasini ko'ramiz. Ertalab oshlarda beradi. Nahorga osh shundoq o'zi mazasi. Paylari bilan mumu. Qani mana. Shusha qala. Paylari bilan. Toshkentlik abjorlarning gapiga qaraganda bu yoqda qazisi ham boshqacha ekan. Qazisi ham yaxshi. Lekin oshiga rosa gap yo'q. Osh ustidan kulish. Guruch yo'q pashli, hammasi go'sht. Pay. Rostagasin payli osh yemoqchi bo'lsanglar, ayni muddao ekan. Payni ko'pligini qaranglar. Xullas, sizlar biladigan juda ko'p jaydari joylarni aynan mana shu Abjori ukam menga ko'rsatib beradi, aytadi qattaligini. O'shaning uchun ishonchli. Ko'p joylari juda mazasi zo'r bo'ladi. Alayskidagi pay oshi manzili qaranglar. Mana bu yerda Evis bor. Alayskining Evisini hamma biladi. O'sha Evisni shundoq orqasidan kirsanglar, mana bu yerda payli osh. Xullas, rostdan payli oshchi eski Toshkentcha osh va ertalab nahorga beriladigan to'y oshi o'zi shunaqa.